Bitta emas, ikkita emas, balkimda 3 ta top himoyachilarni keyingi mavsum Real Madrid o'z jamoasiga qo'shib olmoqchi. Hozirroq Madrid yuragi kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, bu jamoa haqida barcha yangiliklardan qolib ketmaysiz. Bilasiz, so'nggi yillarda jamoamiz afsuski aynan shu pozitsiyada juda ham katta muammolarga duch kelyapti. Eng qizig'i, o'tgan yili yozda ikkita himoyachi xarid qilganimiz ham bu muammoni bartaraf qilmadi. Shuning uchun jamoa transfer oynasi ochilganida birinchi bo'lib aynan shu pozitsiyani kuchaytirmoqchi va bu uchun bir nechta nomzodlar bor. Birinchisi bu Bastoni. O'z yil davomida uni aynan Barselona xarid qilmoqchi ekanligi haqida ma'lumotlar chiqqan edi. Ammo oxiri o'yinchi Realga o'tib ketadigan bo'lsa-da, rostdan ham bir chiroyli harakat bo'lgan bo'lardi. Ikkinchi o'yinchi esa bu Cristian Romero. Tottenhamning sardori va eng yaxshi o'yinchilardan biri. Va men shaxsan Tottenhamga ham muxlislik qilganim tufayli u qanchalik yaxshi o'yinchi ekanligini bilaman. Va agarda o'tib ketadigan bo'lsa-da, aynan Real Madridga kelish kerak. Uchinchi o'yinchi esa hatto Kylian Mbappedan tez va El Clasico'lar bo'ladigan bo'lsa-da, Lamine Yamalga hech qanaqa imkoniyat qoldirmaydi. Ammo bu ma'lumot hali tasdiqlanmagani tufayli bu yerda batafsil ayta olmayman. Shuning uchun bu o'yinchi kimligini bilmoqchi bo'lsangiz, hoziroq bizni yopiq Telegram kanalimizga obuna bo'ling.